Assalomu alaykum. Ismim Tatyana. Men 53 yoshdaman. 4 farzandim va 2 nabiram bor. Herbalifeda. Men 23 yildan beri mustaqil hamkor sifatida ishlayman. Bugun sizga aytmoqchiman. Noyob mahsulot Termatompleti deb ataladi. Termatompleti metabolizmni yaxshilashga yordam beradigan 10 ta fitokomponentni o'z ichiga oladi. Tovushni oshiradi va tanadagi yuklarni kamaytirishga hissa qo'shadi. Mijozingizni tonitaga qo'yganingizda, tonita ekranida ko'rinadigan bir nechta natijalarni olasiz. Ulardan biri tinch holatda qancha kilokaloriya yoqilishi. Mana shu raqam bizga uning tanasida sodir bo'ladigan metabolizmni ko'rsatadi. Agar bu raqam yetarlicha past bo'lsa, issiqlik to'qnashuvi uni oshirishga yordam beradi. Bu bizga ortiqcha vazn yo'qotishni osonlashtiradi. Mahsulotning asosiy tarkibiy qismlari yashil choy, kakao ekstrakti, mate, kofein, dolchin, alfalfa barglari, selderi uruklari va arpadiyon uruklaridan iborat. Bular hazm jarayonlarini yaxshilash va metabolizmni tezlashtirishni istaganlar uchun eng optimal ingrediyentlar kombinatsiyasidir. Agar mijozingiz his qilsa, vazn yo'qotishda tonusning pasayishi, kun davomida uyquchanlik, charchoq. Termatompleti vazn yo'qotishda shunchaki ajranmas mahsulotdir. Ushbu mahsulotda yig'ilgan deyarli barcha o'simliklar antioksidant xususiyatlarga ega bo'lib, tovushning tez osishiga hissa qo'shadi. Endi vazn yo'qotishni boshlagan yoki vazn pasayishi kabi muammoga duch kelganlarga ushbu mahsulotga e'tibor berishni tavsiya qilaman. Termatompleti metabolizmni tezlashtirishga yordam beradi va energiya yo'qolishini sezmaysiz. Agar mijozlaringiz qisqa vaqt ichida vazn yo'qotishni istasa, yangi tadbir kutayotgan bo'lsa, to'y, tugilgan kun, yangi yil, sinfdoshlar uchrashuvi, termakomplementni taklif qilishingiz mumkin. Metabolizmni tezlashtirish orqali termakomplement kerakli natijani qisqaroq vaqt ichida olishga yordam beradi.